ikki marta alohida beraman. Mana ko'rsatyapman. Xudo xolisi pishirishini, taxlashini, qanday filtrdan o'tkazib olishini ham ko'rsataman. Xudo xolisi. E'tibor beringlar-da, faqat shoshilmanglar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, oppoq bo'ladi. Unday bo'ladi. Xalqim, sizlarga yana bir narsa aytmoqchiman. Azotli kislota, kalyonli kislota uyda qo'lda tayyorlanadiganini ko'rsatgan. Ko'plar azotni topa olmayapti. Kalyonli hamma joyda bor lekin. Men oddiy qisqasini qilib sizlarga ko'rsatavdim. Elektrolit bilan selitra. Tamam. Bu azotli kislota bo'ladi. Men taxlab sizlarga ko'rsatganman. Undan keyin kalyonli kislota tuzda, elektrolit tuz bo'ladi. Tamam. Ana shunga tayyorlanadi. Mana shuni sizlarga arzorini qo'yib boraman, xudo xolasa. Bugun o'chkich qila olmasam, erta anaqa qilib ko'rsataman. Hozir mana kech bo'layapti. Men просто mana shuni kuydirib olsam ham katta gap. Mana ovqatlayam. Xudo xolasa sizlarga arzorini qo'yib boraman. Mana o'zlar guvoh bo'libdilar. Men uni yoshintirib qilmayman, haqiqat borni ko'rsatyapman sizlarga. Ko'proq laykni bosinglar, yuraklarni qizartiringlar. Obuna bo'ling. Xudo xolasa, men ham qo'limdan kelgancha azorini qo'yib o'rgatib boraman. Qo'limdan kelganini ko'rsatyapman sizlarga. Mana menga ham dard emas, sizlarga video qilib chiqarib, xalqim shuni bilsin. Shundan o'zlaridan tayyorlasanglar bo'ladi, demoqchiman. Mana ko'ryapsizlarmi, oppoq bo'lyapti. Ko'rdinglarmi, oppoq bo'ldi. Mana yarilgan bunday bo'lyapman. Mana xalqim mana shunday oppoq bo'lib turishi kerak. Unday bo'lib. Oddiy shkarotga, eski shkarotga qilyapman. Mana. Hozir bir qo'lga, bir qo'limda garilga, bir qo'limda telefon. Xalqim aytgani sizlardan bir iltimos so'rayman. Bir ikkita qo'shnilardagi blogerlar bor, bir ikkita o'zicha blogermi bilmayman, lekin menga qarangin bu narsa. Kommentarga har xil gaplarni yozyapti. Odamlarni aldayapsan, tansara boryapti. Men nima yomonlik qildimmi? Mana haqiqatni ko'rsatyapman, to'g'rimi? Agar menga o'sha haqiqatda o'sha nomerini tayyorlasa, men qo'pol bo'lsa ham o'zim bilaman nima qilishimni. Kallasini burnini ishqalab ko'rsataman. Mana shu yerga. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Просто bo'ki har xil bo'lmagan gaplarni yozyapti. Meni kommentariymga bunaqa kishilar unaqalar kirmasin. Men uni so'kmayman, yo onasidan yo bir haqorat qilmayman. Men so'kishganni yomon ko'raman. Men so'kingan odamni haqoratga, lekin menga so'kkan yo'q. Sen deydi, aldayapsan, sen saraf. Yo men